أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النظر في العدد والجنس. Biz kitab al-Adliyaninki shahadat degan faslda guvohchininki soni va jinsi. فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من 4 عدول ذكور. Zinaninki shunda kim o'g'achqa 4 er kishi guvohlik bersa, undan zina jinoyati isbotlandi. Bundan ittifoq. واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين. Zinadan boshqa jinoyatlar ikki er kishining guvohligi bilan isbotlandi. Bundan ittifoq. ما قال الحسن البصري فإنه قال لا تقبل بأقل من 4 شهداء تشبيها بالرجل. Bu boshqa huquqni zina jinoyati o'xshatib turib 4 kishi guvohlik vasilda deb turibdi. وهذا ضعيف لقوله سبحانه واستشهدوا شهيدين من الرجال. Bu oyat aniq bo'lsa, balki Ahsan Basrining kelgan bu rivoyatni seniki emasdir. وكل متفق أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي. Bularimiz ittifoqkan. Guvohchi bog'lab qolsa, guvohchi bo'lgan ekan, shu guvohchi yetarli. Buningda da'vogarning qasmi kerak emas. Buningda ittifoq. إلا ابن أبي ليلى فإنه قال لا بد من يمينه. ابن أبي ليلى ayrilib chiqilib ikki shahid bo'lgan taqdirda da'vogarning qasm bo'lishi lozim. واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين لقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. Mush oyatda bir er kishi bo'lsa, yana bir er kishining o'rniga ikki ayol kishi bo'lib qolsa, shuning bilan huquqi isbotlandi degan. Buning ittifoq. Chunki oyatda aniq degan bo'lishi. واختلفوا في قبولهما في الحدود. Lekin islom shariati belgilagan ig'ir jazoni ijro qilgan jinoyatda bir er kishining o'rniga ikki ayol kishi bo'lsin bo'ladi. فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات. مثلا 4 er kishi degan vaqalikda 4 er bo'lmay 3 er, bir erning o'rniga 2 ayol 5 ayol bo'lamdi degandek mesela. Jumhurlar bu hudud ijro qilgan ig'ir jinoyatni isbotlashda ayollarningki guvohlik qabul qilmaydi. وقال أهل الظاهر تقبل إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية. آياتنا ظاهر قريلهم بوساق ayol kishi ikki bo'lib qolsa, ikkinchi qiraq bo'lsa, ishqilib unga aralashib bir er kishi bo'lib qolsa bo'ladi. Yani oyatda فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. Yani agar ikki er kishi bo'lmay qolsa, bir er kishi chuqur bo'lishi kerak. Buni yondashtirib bir er kishi uni ikki degandan keyin boshqa ahvollarda hudud masalasida bir er kishi chuqur bo'lishi lozim. Ammo uning qarasa 4 aylan guvohlik berish kerak bo'lgan bo'lsa, bir er kishi bo'lsa, 3 erninkiga 6 ayol. Bunda o'z bo'ldi demoqchi ekan. Chunki oyatda bir erning o'rniga 2 ayolni qo'ydi. Davom ekan bo'ladi debdi zahiriylar. وقال أبو حنيفة تقبل في الأموال وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان. İmam Abu Hanife o'ttirib turibdi. Jumhurdan zahirini o'ttirib turib, mal-mulk ishlarida qabul qilinmas. Mesela oyatda bu qarz ishlarida o'qildi. Ondan hududdan boshqa ay nikah, taloq, raja deganga munosabatlik insonning badani halol bo'lamdi, bo'lmam deganda shunda ahkomlarda qabul qilinmasligi, hududni ijro qilgan jinoyatni isbotlashda
qabul qilmaymiz debdi. ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن. İmam Malik'in nazarında onda talaq, nikah işlerinde qabul qilmaydi. Onu ahkamul beden de bakıyor. Şu ayollarning badanidan erigalar bulash bo'lmaslik degandan keldik. واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال. عند حقوق الأبدان degan shu nikah talaq raj'an dedi. Yani şunun mal mülkki çeşitleri var. Nafaka, mehr. Bunda nasıl bu pul alması da tutarsak, bunu qanday qilamiz? Bu abdanga kirib, guvoh pul qilmamdi yoki mal mülk kirib pul qilmamdi deb ixtiloflashib qoldi. مثل الوكالات والوصية، مثل وكالات والوصيات التي لا تتعلق إلا بالمال فقط. Yani Müslüman vekaletli vasiyet maaş bedenge çetişler, lekin bir taraftan şu pul malı verip takıldığın hukuk ki. Müslümanın da ixtilaflaşıp qoptu. Faqala Malik ve İbn Qasim ve İbn Vahb yuqbalu fihi şahidun ve imra'atan. Mal mulk hesabı qarabdı. Bir ikki ayol bo'ldi. Ve qala Ashhab ve İbn al-Majshun la yuqbalu fihi illa rajulan. Onda ikki bo'lmasa bo'lmaydi debdi. وأما شهادة النساء مفردات ayollar yalnız guvohlik berish masalasi. Er kishi aralash emas bunga. Sab ayol. يعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الولادة والاستهلال. استهلال يعني بوق تغلب واقرسة وهيات تغلد bildiğin avaz vaqırı, boğunun vaqırına. Tuğut işlerde, boğunun tuğulup vaqırğanlıqıda ve ayollarının eyipleri mesela. Evretteki eyipler mesela. Ayollarının aldı tarafındaki eyipler, kızlık tekşiriş işleri degendek nımda ayollarınınki guvalıqı kabul kılındığı. ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع. فقال إمتش مسلسته مثلا اختلاط بها. فإن أبا حنيفة قال لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال. إمتش مسلسته وإمتش تجمعنا أي الله ما مس أرلام كردغان الناس أرلا بايادمون إمت كردغاش البا نانكم bu ayollar xas shemasda deb erlar billa bo'lish kerak deb İmam Abu Hanifa. لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس. إمت شدا يلغز قال قاس بلدو ديجلا إمام أبو حنيفة بشقلا اختلفوا في العدد المشترك في ذلك منهن. نتج أيل قال قاس بلدو ديجل مسألة اختلاف شقبته. فقال مالك يكفي في ذلك امرأتان. إمام مالك قال كشوش بلدو قيل مع انتشار الأمر وقيل إن لم ينتشر. انتشار الأمر ديgan şu imitishlar qasi kan taqib ketgan, hammadan bilib ketgan, şu oiladagi şu jamoatchilarimizni bilgan bir ahvol bo'lib qolsa, ikki ayol bo'ldi deb. Yana bir qarashda taqib ketmagan ahvol bo'lsa ikki ayol. Taqib ketgan ahvol bo'lsa balki bir ayol deydi. وقال الشافعي ليس يكفي في ذلك أقل من 4. Töt ayoldan tön boz bulmaydı. Yani şart. İki er desek, her bir erine iki ayolga tan desek, töt ayol degan gap chiqadi deydi. لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين. Mana bir erning o'rniga ikki ayolni qo'ygan bo'lg'achqa shariatda ikki erninki o'rnini töt ayol bosadi deb. واشترط الاثنينية. Yani bir yerde guvochi ikki bo'lish kerak, ikkidan bo'lish kerak deganni shart qildi. Chunki aslida shahidayni min rijalkum deydi-ku. Ikki degan bir nima bor. Bo'lgan ekan, nishadimi ikki asli ikki bo'lish kerak-da. Ikki bo'lmagan ekan, ikkilarni har birisini ikki ayol qilib aytsak, 4 ayol degan gap chiqadi deydi. وقال قوم لا يكتفي بذلك بأقل من 3 وهو قول لا معنى له. Üçtep turadi. Uni 3 degani nimaga asosan dedi? 3 bo'lmaydi dedi. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله شهادة المرأة فيما بين السرة والركبة. Yani ayol kishi ayollarning badaniga munosiblik, yani
ig'rat avrat deb qaraldigan oldi tarafiga qarata guvohlik bosib bo'ldi demoqchi. Ya'ni bir ayolning guvohlik demoqchi, shahadatul mar'a. Bir ayol guvohlik bersa, qabul qilsa bo'ldi. Chunki bu avrat masalasi. Guvohlik berish uchun cho'qim bir odamning qarashi kerak bo'ldi. Bir adam bilan haqildilar bo'lgan ekan, az son bilan kifoyalanmas. Avrat bo'lgan ekan 2, 3, 4 odam qilib yurmaydi ekan. Bir odam qarasa bo'ldi demoqchi. وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء كما يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء وهو الظاهر. ظاهري لا من أول شنشة أرلاولا أيالله بالله قال قاسة بلطير لكن أيالله يلغز قال قاسة بميدو ديش كرك من فرزنشة وهو الظاهر. وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع yalğız bir ayol men imitkendim yoki imitishni ko'rgan guvohlik berma deb guvohlik berib qolsa فإنه أيضا اختلفوا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع كيف وقد أرضعتكما ish kelgan to'y qilib tutgan chog'da bir qora ayol kelib men siz vaqtimda ishkonni imitgandim siz imildash aksingil degan kim bo'ldi dilg'il bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qashqirib so'rgan chog'da Rasululloh bu men imitdim deb tursa qanday uyutib bo'ldi ajrashinglar deganmanda shu so'zni qilgan mushin dil qilib turib bir ayol guvohlik bersa hisob demoqchi. وهذا ظاهره الإنكار يعني سويتسان بمايدو يعني شو قالت حساب يمانده. ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه يعني بو اش قالت حساب ديندك مضمون chiqaran bo'g'ashqa o'ytsa makruh deyishda Imom Malikdan boshqa qarash kirib qolgan yani Imom Malik makruh deb qaraydi demoqchi. Qo'ldan asosini direkt unga ayolga qiyos qiladi. Buni ayollardan tutan tutamki lekin u furuat kitob chiqdi. Bizlar usul kitob al-qawaid. الفصل الثاني وأما الأيمان قاضي ملاذ يمكن قلدو بشكل إقرار الشهادة الأيمان النكول شهادتنا أبقلدو عند قسم يقلدو فإنه اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوة عن المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي بينة قواتي ياك باشر إثبات تلان دعواگر özün davasını ispatlayamagan çağda şu qarlangan kishi deydi shu qasam qilsa da'vo bekor bo'ldi. U isbotlamadi. Isbotlamagan kim buning qasam berdik. Qasam ichib qolsa haq isbotlanmagan bo'ldi. Demak yuqoriga ittifoq ekan. Da'vogar o'zining da'vosini isbotlamagandan keyin muttaham qasam ichib qolsa da'vo tushib ketdi deganda ittifoq. Vaqtalafu hal yathbutu biha haqqul mudda'i endi ixtiloflashgan bir o'rin ash qasam bilan da'vogarning haqqi isbotlanadi masalan da'vogar men qasam ichib turay deb qolsa uning haqqi isbotlanib qolamdi. Faqal malikun yathbutu biha haqqul mudda'i fi ithbat ma ankarahu al-mudda'i alayh. U o'zining da'vosiga isbot qilinmadi. Qilinmagandan keyin muttahamga biz qasam ichsak u qasam ichgan bo'lsa da'vo isbotlandi qutuldi. Lekin qasam ichmadi. Qasam ichmay turib olsa da'vo isbotlanib qoladi. Ha? Hozir nima cho'ni? Da'vo qasam ichmaydi. Bunda hujjat yo'q. Hujjat da'vo isbotlanib qoldi. Qasam ichmay turib olgandikilar isbotlanib qoldi. Nukul degani shu. Hozir bu yerda bu da'vogar men isbot qildim lekin qasam qilib berma men pul olganman shu deb tursa mushumlar isbot qilib bo'lamdi demoqchi. فقال مالك يثبت بها حق المدعي في إثبات ما أنكر المدعى عليه. يعني إمام مالك isbotlanadi dedi. وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق
إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سببا وشبهة من المدعى عليه. Yani mudda aleyhi aşu davanı üzdün nereket ettirmekçi, kutulmakçı onu. Kutulmakçı olan çağda, bu delil ispat ekilenmeyen çağda, bu hutlu bir karılavatkandak, bu bir tuhmat atavatkandak, bunda ahval boğaçta, bunun tarifi gumallık olup kaldı. Bundan ki bu kasem ise dava kılanın ispatında olur. Adır gumallık tarafına biz muhtememez, davagarni gumonlik qilib. Imom Malikning yuqorida bir qancha masalalarda da'vogar ba'zi bekra gumonlik qilib qoldi. Shuna gumonlik tarafga keldi qasam deganda muddaoga yetkigan ahvollar bor edi. Niyadimi? Yetkimoqchi bo'libdi. Demak, muddaoning da'vosi isbotlanda qasam bilan deydi. Nimani isbotlashsa, muddaoli inkor qilib turib olgan narsani isbotlashda da'vogarning haqqi isbotlandi. Nima uchun desa, mushu o'rinda iqror gumonlik bo'lib qolgani mush muddai bo'lib qoldi. Muddai emas edi. الموضع الذي يكون المدعي أقوى سببا وشبهة من المدعى عليه. مش o'rinda mudda'i alaydan mudda'i bakrak gumonlik bo'lib qoldi. Shunga qasam ichib bersa, uni haqqi isbotlandi. وقال غيره İmam Malik'ten başka alimler cumhur dedi la tethbutu lil mudda'i bil yemini da'va. O qasam ichib bersa, da'vogar qasam ichib bersa, onun qasam bilan bir da'vo isbotlanib qolmaydi. Savaun kanat fi isqat haqqin an nafsihi qad thabata alayh. O'zining gardiga isbotlanib qolgan bir haqni gardindan saqit qilish masalasi bo'lsin, şu qutulish masalasi bo'lsin, yo isbat haqqin inkarahu fihi qasm. Yoki bunun düşmanı yoki raqibi inkor qilib turgan bir haqni isbotlash masalasi bo'lsin, da'vogar qasam ichib isbotlaydigan ish yo'q. وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. مش hadisninki hukmi nimani ko'rsatadi? Umumni bildiramdi, bunun degan masalada ixtiloflashib qolgan bo'lg'achqa yuqoridagi ixtilof kelib chiqdi dedi. Bu muttafaqun alayhi hadisning lafzi yaqin keldi. البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه بيادس. هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع؟ her qanda da'vochi, her qanda mudda'i alayda mush umum bo'lib, mush qiliblar shudg'ashma. Am innama khussal mudda'i bil bayyina wal mudda'i alayhi bil yamin. Yoki da'vogar isbot ekilish kerakdir. Isbot bilan maxsuslashtirilgan mudda'i alayhi qasam bilan xos bo'lgan bir-biriga u narsa almashib qolmaydi. لأن المدعي في الأكثر وأضعف شبهة من المدعى عليه. Çünkü köpünce ahvalda gumonlik tarafga esa mudda'i alayh. Ve mudda'i alayhi bi xilafihi. Mudda'i alayhi bakrak gumonlik, mudda'i azroq gumonlik. Undan keyin shu qasam mudda'i alayhi kelish kerakdir dedi. Tamam qala hada al-hukmu 'amun fi kulli mudda'in wa mudda'i alayhi ولم يرد بهذا العموم خصوصا. Cumhur mushu mudda'i bayyina ekilish kerak, mudda'i alayhi qasam ichish kerak degani har qanday mudda'i har qanday mudda'i alayhiga umum. Bundan birasini xos qilib chiqarib, yo'q bu mudda'iga qasam kirdi deb boshqa degan ish yo'q deb qarasa, taxsisda ahvol yo'q deb qarasa, qala la yathbutu bil yamin haqqun. Undan mudda'ining qasam bilan hech qanday huquq isbotlanmaydi dedi. Va la yasqutu bihi haqqun sabat. Isbotlanib bo'lgan bir haq bo'lsa-mu, mudda'ining qasam bilan tushib ketmaydi dedi. Va man qala innama khussa al mudda'i alayhi bi hada al hukm min jihati ma huwa aqwa shubhatan. Endi Imom Malik mudda'i alayhiga qasam kilishi bu bakrak gumonlik bo'lg'achqa, gumondor bo'lg'achqa shunda bo'lgan. Endi ba'zida mudda'i bakrak gumonlik bo'lib qolsa,
qasam anu yutkildi deb turoldi. Qala idza ittafaqa an yakuna mawdi'un takunu fihi shubhatul mudda'a aqwa yakunu qawlu qawluhu. Bir masalada mudda'ining mavqasi tahim gumonli bo'lib qolsa, u chaqda qasam shuni qildi dedi. واحتج هؤلاء بالموضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع يمينه. أنه جمهورlar ittifoq qilgan ba'zi bir urinlar ekan. Shuni dalil qilib ko'rsatdi. Shuni qiyos qilamiz buni o'qishtimiz deb turibdi. Bu bo'lsa nima ekansa, da'vogarning qasmi bilan birga shuni so'z hisob qilgan bir urinlar bor ekan. Shuni qiyos qilamiz boshqa ishtimi shunda bo'lish kerak debdi. Masalan, da'vat talafi fil wadi'a amonat degan bo'lsa, amonatni buzib chaqirgan bir ahvol bo'lsa, masalan, bir amonat qo'ydi. Amonat qo'ygandan keyin amonat egisi amonatini buzibdi bu desa, buzibdi to'laydi degan so'z bilan birga qasam ichib bersa, qarishda to'laydigan ahvol bor ekan. Unda o'rniga mana shuni da'vogar qasam ishga ahvol bor, shunga o'xshash qaraymizmi? Va g'ayri zalika in wujida shay'un bi hadisna. Shunga o'xshash hamda yaminul mudda'i bilan biror isbotlangan bir ahkam bo'lib qolsa, shunga kasb turoldi. Va li ulaika an yaqulu al-aslu ma dhakarna illa ma khassasahu al-ittifaq. Ana jumhurlar munda ism bo'ldi dedi. Bizning deganimiz shu asl qoida, lekin buni ittifoqga o'rin bo'lsa, buni chiqarsak bo'ladi. Lekin siz bilan bizlarda talashib qolmaslik ittifoq kelmagan ekan, o'ch ketmaydi. Asli qilib qildi. Va kulluhum mujma'una ala anna al-yamin allati tusqitu ad-da'wa aw tuthbituha hiya al-yamin billah. Qanday qasam sa'ndan ay da'va gadindan sarto'g'ri ketdi. Inkor qiluvchi ya bunu qilsa olmayman degan chog'da qanday qasam ichib tursa, Alloh bilan qasam qilib qo'ysa, deysa. Allazi la ilaha illa huwa. Shundan boshqa haq ma'bud bo'lmagan shu Alloh subhanahu va taolo bilan qasam ichib qo'ysa, ondan u da'vodan qutuladi dedi. Va aqawilu fuqaha al-amsar fi sifatiha mutaqariba. Ulamolarning mush qasam siyg'isi qanday ibora bilan qasam ichdi degan masalada ko'z qarashlar asosan yaqin. Va ya'ni malikin billahi allazi la ilaha illa huwa. Mush ibora bilan qasam qildi Imom Malik. La yazidu alayha, bunda ortiq demaydi. Va yazidu ash-Shafi'i allazi ya'lamu min as-sirr ma ya'lamu min al-alaniya. Imom Shafi'i ekan Allohu allazi la ilaha illa huwa deb qula arqadan allazi ya'lamu min as-sirri ma ya'lamu min al-alaniya deb shu iborani qatadi. Bu anda ash ibora bilan birga qilsa yaxshi demoqchi. Lekin Alloh o'zining jalolini bilan qasam qilsa bo'ladi. Bu oxirida bir ibora qatdi. Man kana halifan falyahlif billah. Bo'ldi. Xudo haqqi, Xudoyim buyursa degan qasam kirmaydi ondan. Xudoyim buyursa degan demaydi. Xudo haqqi desa, bunda ixtilof qilmaslar. Uqsim bi haqqillah, bi izzillah, bi arshillah, uqsim bi kitabillah degandek masalada ixtilof bor. Ba'zi olimlar shu qasamni hisob deydi. Allohninki ismi bilan yoki bir sifati bilan qasam qilish masalasi. Lekin unda ya'ni qanday qasam qilsa, billahi allazi la ilaha illa huwa deydi. Bizning deymiz vallahi billahi Alloh bilan qasam desa bo'ldi. Chunki hadisda man kana halifan falyahlif billah va billahi allazi la ilaha illa huwa deb varni sharti va shu. Va amma hal tughalladu bil makan, ana shu tangan kishi qasam ichdi dedi. Imom Malik da'vo qilib ichdi ba'zi hollarda. Qasam ichgan chog'da mush qasamlarni sürülük heyvet qilib shu qasam ichganima bir yolg'on bo'lib qo'rqmaydigan darajada muayyan bir o'rinda qasam ichgan ahvol bor edi. Qasam bizlar qasamimiz shu Qur'onni tutib
qasam ichkizib var. Bu bir xil anda taqliz. Ayta hayvat surlik qilib, uni qo'qson, yolg'on qasam ichib salmusin deb qilg'ashlarning birisi. Qur'on tutqizur. Shu o'sha ma'lum bir o'rinda misha turib qasam, qilaniga berib qasam. Yani masjidni shizib qasam qilamiz. Her masjidning ishida qasam ichimiz. Degandek nuqtasi bulandı edi. فإنهم اختلفوا في ذلك فذهب مالك إلى أنها تغلظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص. İmam Malik ulug' o'rinlardan chinitimizlik qasam ishini aytdi. Ve كذلك الشافعي واختلفوا في القدر. في القدر diyen hem şu tagliz qilish qasamni azir. Chinitib qasam ichkizmoqchi. Ama qanda masalada chinitib qasam ichkizmas. Hamma da'vatda sirtda chinitib qasam ichkizamdiq. O'rin orqali chinitib yoki sal qimmati yuqoriroq da'vo dasturida undan ulug' yerga borib turib qasam ichkizamdiq. Vaqtalafu fil qadr. Ash ulug' joylarga olib turib qasam ichkizgan da'vo dasturlarining qimmat miqdori puli qanchalik bo'lishi kerak desa, faqala malikun inna man du'iya alayhi bi 3 dirahim fasa'idan wajibat alayhi al-yamin fi al-masjid al-jami'. İmam Malik 3 tangidan ortiq pulim bor turgan ahvollarda tango'cha jami' masjidga kirib qasam qiladi. Buning uchun 3 tangida o'g'rining qo'lini kesishda 3 tanga deb to'xtatgan bo'ladi. Yani nisab as-sarqa, ha? Şundan bekittin. Fa in kana masjidun nabiy sallallahu aleyhi ve sellem fala khilafa annahu yahlifu al-minbar. Anda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Mescid-i Haram bo'lib qolsa, al-Haram an-Nabawi bo'lib qolsa, shu minbarning ustiga chiqib turib qasam. Shu Rasulullohning so'zlagan shu minbar. Mushaj qila qasamni. Sen yolg'on qasam qilgan bo'lsa, bu yer turiblan qo'lga tutib bo'lgan qasam qilgan deyishim. Bu anda shu haqni aniqlashning bir chorasi, foydasi ashlarni bor. Ve in kana fi ghayrihi min al-masajid fa fi zalika riwayatan. Uningdan boshqa masjid bo'lib qolsa, bizning diyorimizga masjidlarimiz, Misrdagi masjidlar bo'lib qolsa, İmam Malik'ten 2 xil rivoyat keldi. Birinchi qarash ihdahuma haythu ittafaqa masjidning qanday bo'lib qolsa, masjid ishik sirtlam his bo'ldi. Ikkinchi qarash masjidning minbarni ustiga chiqib qiladi debdi. وروى عنه ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد. ابن القاسم اشتنقى ديان قبنا نقمين إمام مالك رواية وسطة اشتنقى دبلق معلوم قمتها ناس تطلق ناس وابقاسا قمتها ناس وابقاسا جامع مسجد كرب قسم كله دولبتو لكن اشتنقى دب بلقلمبتو. وقال الشافعي يحلف في المدينة عند المنبر. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidde minberden kıştırıp qasam qiladi. Ve fi Mekke'te beyne rukn vel makam. Rukn Hacer-ül Esved deydi. Hacer-ül Esved rukni bilan, bujuk bilan maqam İbrahim'nin o'tirib turib şöyle qasam qiladi. Ve kedalik andehu fi kulli beledin yahlifu indel minber. Başka şahardımı her kana mescidin minberden kışta qasam qiladi. والنصاب عنده في ذلك 20 دينارا. Lekin qanchalik pul davosidan eshib ketsa desa 20 tillardan oshgan taqdirda bu bajir pul bo'ldi. 20 ming ko'y bo'ldi. Masalan 20 ming ko'ydek pul olib qolsa, ondan masjidga achirib qo'sh minbarni o'tida qasam ichkizmas. Va qala Davud yahlifu alal minbari fil qalil vel kathir. Az olsun, ko'p olsun, besh pul olsa, masjid minbariga chiqib turib qasam qildiramiz. 3 tanga dengib. Va qala Abu Hanifa la tughaddu al-yamin bil makan. Imam Abu Hanifa unda ulug' bir joy achirib turib unda qasam qilish yo'q. Alloh degan so'zning o'zi shu ulug' so'z bo'lgan shu yetarli demoqchi. Yani bir yerda hozir ashunda qilish vojib emas. Lekin shunda joyida qildigan ahvolda inson qo'rqib ya qasam ichishdan voz kechadi ya qani haqqanda egasiga tegdi oydinlashmanga masala aniqlashdi. Buni qaytliqlab kirib qiladi.
وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه وجوب الحلف على المنبر أم لا؟ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberiga chiqib turib qasam qilgan ahvolda bo'lgan sahoba ikromning davrida osh kelgan rivoyatlardan bunda minberga chiqib turib qasam qildirish vojib degan gapni tushunamdiq yoki bu qaytib ishlab qilmaydi degan mustahab yoki joiz ishlar qatoridan deb tushunamdiq. Faman qala innahu yufhamu minhu zalik, unda qilish kerakda shuni sahoba ikromlar shunday qilgan deb tushunganlar. Qala li annahu law lam yufham minhu zalik lam yakun lit-taghlid fi zalika ma'na. Shunda tushunsak u yerga opirib minberga chiqib qasam qilganning foydasi debdi. ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر قال لا يجب الحلف على المنبر. ومنبر ده منبرga chiqib qasam ichish deb bunda chiqmasaqmi boshqa chiqilgan tarbi bor. Masalan Allohning lafzi bilan qasam qilish bilan bu chiqganda deb qarasa minbarga chiqarmasaqmi bo'ldi debdi. Wal hadithul warid fi at-taghlid من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار. Bu Abu Davud rivayet qilgan, Abu Davud va Nasa'iy rivayet qilgan Hasan darajali hadis. Demak, shunda bir hadis keldi. Lekin bu cho'qim bu yerga olib qasam qildirishing kerak deganda bilmaydim. Shu yerda qasam qilib qolsa, o'zliklar yoki o'zi xohlab o'shalanda bir qasam qilib qolsa, yolg'on qasam qilgan ahvolda do'zaxga olib ketadi, bunda eg'ir ketdi. واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا هو عمل الخلفاء. Endi shunda minbarga chiqib turib qasam qildirib to'q deganlar xalifalarning shunda amal qilgan. Xalifaning voqealiklarida shunda Masjid Nabaviyning minbarga chiqib turib qasam qilgan ahvol bo'lgan. Ya'ni xalifalar amal qilib kelgan bunga. Shunda qilish lozim deb tushunibdi. قال الشافعي لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة. مدينة مكة دوما من عمل قلب كأجنب. قالوا ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة. ما تشنت شجن أجن دابر أولو جاي غابرب قسم قدرش كرك مثل دلغاش olsa uyarı qasam qilganning foydasi. Sho'qim ashula qasamni chiqib qildirmoqchi bo'lsam, ashula ulug'yaga opirishim kerak deb tushungan buni dedi. ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا تجنب اليمين في ذلك الموضع. Demek ashuna minbarga chiqib turib qasam qildirish vojib degan bunda hukm chiqmaydigan bo'lsa, sahoba ikromlarningki u minbarga chiqib turib qasam qilganning nima foydasi edi? Lekin qasam ichgan chog'da ashunda o'rinida qasam qilsak, ma chiqgan bo'lamiz degan mazmun chiqdi dedi. قالوا وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. مثلا مش رواية مسلم كتب كي رواية سيدنا لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف ليقتطع مال من مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. مثلا من حلف ياكي biyeminihi düşünmek kasımlanır. Bugün bir yerden aslında bir üründe bir göre denge yok dedi. Mücerreden diye şu. Yani kasımlan geldi. Falan üründe kasım kılıç denge kemidi dedi. Bunun da hemen düşünmez. Yufhamu minhu vücubul qada'i bil yemin. Kasım qilsa, qasamga asosan hukm qilish kerak denge chiqadi dedi mushahidisda. Ve kadalika taqdidul varid fil makan. Bundan ekan minbarga chiqib turib qasam qilish haqida kelgan rivoyatmi? Minbarga chiqib turib qasam qilishing kerak deganni bildirdi. Ma'lum masalan, qasam qilsa desa, qasam qilsa shu qasam bilan shu bir narsani buyurib turingizga. Minbarda qasam qilgan rivoyatlar minbarda qasam qildirish lozim deganni bildirdi debdi.
وقال الفريق الآخر لا يفهم من التقليد باليمين وجوب الحكم باليمين. Yani ikinci gruptakilar, yani İmam Ebu Hanife'nin demek. Qasamlarda chiqayotgan ahvolda cho'qim shu qasamlar hukm qilishing kerak deganni bildirmaydi. Va iz lam yufham min taqlid bil yamin wujub al hukm bil yamin, unda bildirmagandikan lam yufham min taqlid bil yamin bil makan wujub al yamin bil makan. O'rin orqali ching'itish masalasidan sahoba kiramdan kelgan ching'itish masalasidan cho'qim bu qasamni muayyan bir o'rinda qildirish lozim degan gap chiqmaydi dedi. Bu anlamda bir gap qilgan. Wa laysa fihi ijma' min as-sahaba. Demak bu Abu Hanifa'ning demak yo'g'ini kelgan rivoyatlarda ashunda minbarga chiqib qasam qilish kelgan bo'lsa-mu, buningdan cho'qim zodi minbarning ustiga chiqib qasam qilishing lozim degan gap chiqmaydi. Bu endi ixtiyoriy bir tanlashdan iborat. Yani şu hazır ya imam, bunda qarab bu odamni ayaga opasak, sal qo'rqib, yolg'onni qasam ichmas. Berga ahli qolsa, masalan Qur'on qasam qiladi, Qur'onni shuna qo'l tutib qo'ysa, qo'rqadi. Shuni o'xshash bir ichmak. Yani vojib emas bu, joiz va mustahab ish degan ma'noda. Wa laysa fihi ijma' min as-sahaba. Xulafa rashidin xulafalar amal qilganda Makka Madinada davomli shunda amal qildi degan da'vo qildi. Yani sahobaning o'rtasida ijmo' degan birlikka ega bo'ldi. Sahobaning ba'zi shunday qilgan, ba'zi shunday qilmagan. Unda qilish kerak degan qarashning bo'lmaganda. Wal ixtilaf fi mafhum min qadiyat Zayd ibn Thabit. Bu sahobaning o'rtasida ixtilof borligi nima ma'lum bo'lsa Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhuning voqealigida sahabe kiramning o'rtasida ixtilof borligi aniq chiqdi dedi. Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhu bir voqealigida tangan kishiga sana shu masjidning minbardan shu qasam qilsa degan chog'da u sahabe Zayd ibn Thabitmi yo boshqa bir sahabimi bu yo uyga qasam qilmayman, ishora qilmayman dedi. Deganligi qasam ichgan chog'da unda minbarga chiqib minbardan tashlab qasam qilish kerak emas. Bu ixtiyoriy ish. Qasam deganna shu Allohdan qasam shu mughallaz qasam bo'ldi deb sahobaning o'rtasida ixtilof bo'lganda va ijmo' yo'q. Undan keyin o'zing tanlagan qarashni menga tanmaysan. Va tughallad bil makan 'inda Malik fil qasamati wal li'an. Imom Malikning qarashida qasamat bilan li'an voqealigida o'rin orqali ching'itimiz dedi. Biz qasamat bo'lib qolsa bir odamning jini o'lsin. La'nni arqatini ajrashib turadigan bo'lgan. Bu ig'ri ahvol bo'lgan. Masjidga kirib turib minbarda, ulug' joyda qilar qasamni. La'natlashadi ekanmiz. Va kadalika biz zaman yana qanday chog'da bunda tinkinmo, asrdinkinmo bunda ma'lum bir ulug'roq vaqtni tanlab turib shu chog'da qasam qilsak bu chiniqqan bo'lgan. Zaman orqali taqlid qilganmiz. لأنه قال في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على ما جاء في التغليظ في من حلف بعد العصر. أسردين كين قسم إشكالله هكذا نار إغر حديث لك يعني. أسر برادس ده أسردين كين من تقرب تراب من منطقة ساتمدن ده بندار قسم كيان dan qarta iğir mekagen. Onun için əsrdin kim deydi o? Mesela etigende mesela ticaretçi benim etigenden tartıp bazar eşkıdan. Düştün keyin kadar bunu satamadı. Satamadıkken birisi kadar neçe olur buna mançulu. Mançulu başkası. Vallahi ben etigen bunu yalan 500 euro beğendim bunu de qasam qiladi. Ondan bu anda yolg'on qasam qilib tushdan keyin etigen mana neçe olur beğendim de ichgan qasam bo'yicha asrdan keyin degan so'z shuni kelgan. Yana shu oyatning oxirida safarda vasiyat oyati keldi. Min ba'd salati. Shunda namozdan keyin deb bor. Oyatdan keyin kelgan o'qima. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة
فيقسمان بالله بعد الصلاة يعني بعد العصر يعني nima uchun ba'da asrda desa boshqa dinliklar xristianlar asrning keyingi vaqtni ulug' vaqt deb bilibdi yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pincha shunda da'vat dasturida hukm qilib bartaraf qilish sud ishlarini asrdan keyin qilibdi degan rivoyatlar bor. Ular asrdan keyin qasam qilsak bu oyatni chiqargan bo'lamiz demoqchi edi Imom Malik. وأما القضاء باليمين مع الشاهد أمدا أسلدا برداوان إثباتلاش için iki şahit birleştir. واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم. Enbiyada iki şahit olup bulmay, bir şahit var, iki şahidin tapamıyor. Davacı hazır bu, bizim davasını ispatlayamay kaldı. Şu an bir şahitini ekip durup, guvachi birla guwachim bor, ikkinchi guwachim o'rniga men qasam qilib beray desa bo'ladimi demoqchi. Da'vogar bo'lgan yo shohid bor. Da'vatchi da'voni isbotlamoqchi. Ikki guvachiga isbotlagan biri bor. Bir guvachi olib qolib, birisi o'rnidan bo'sh. Shundan shu bir guvachining o'rniga men qasam qilib bersam, ikki guvachi hisob bo'lsin-mi? فإنهم اختلفوا فيه فقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة يقضي باليمين مع الشاهد في الأموال والمتكة قيد بيبطل مال ملك طلع onun başka hukukundan mal mülk dair soruptası pul meselesi soruptası bir şahitler özünün kasını bilip olsa aşı davanı ispatlayınız hakını ispatlayınız bu bir xil cumhurning qarashiga mushasi. Buna meşhur mesele el-qada bil-yemin ma'a-şahid. Ve qala Ebu Hanife ve's-Thawri ve'l-Awza'i ve cumhur ahli el-Iraq Ata ve'l-Hakem ibn Utayba Zuhri şunun bağımlıklarda la yuqda bil-yemin ma'a-şahid fi şey. Bunda to'g'ri bir guvochi bir qasam bilan da ikki guvochini o'rnatib hukm qilish yo'q. دبته وبه قال الليث من أصحاب مالك هذا الإمام ليسنا إمام مالك من شاغلlerinin bak İmam Malik'ten de ders ağan boyutte mümkün. Lekin İmam Malik bilan tam to'shandi o İmam Leys. İmam Şafii الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. İmam Malik'e bir neçe meselede İmam Malik hatta yazıp muhtemelen İmam Malik'e reddiye yazıp kanaatlendirgen. Bu katta fakir. Lekin Medine'deki şu tabi'i ulmanın kulu okuwa ilim algan. Yardım da bazılar İmam Malik'in şagirdleri qatarını sanışı mümkün şulaysa. Ya ki İmam Malik'in şagirdleri qataridagi bir Layth ismli bo'lishi mumkin. Lekin İmam Malik'in şagirdler qatar Layth deb ismi yo'q. Shu Layth'ni Sa'd bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa onun boshqa. Yahya al-Laythi deb qo'ydik. İşte Layth ibn Sa'd shuni ko'rsatdi. Layth ma İmam Ebu Hanife bilan billah. وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماع. مش المسألة talash tortishning sababi oyat hadislar bir-biriga zid kelib qolgandek ahvol bor. Ammal qoiluna bihi fa innahum ta'allaqu fi dhalika bi atharin kathiratin minha hadith ibn Abbas wa hadith Abi Hurairah wa hadith Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhum wa hadith Jabir radiyallahu anhu. Demek cik hadisin delili keltüde cumhur alimlar. İlla annallazî kharraja Müslümun minha hadith ibn Abbas. Lekin mushahidisni cik keldi. Mushahidisning ishida sahih bo'lgani Ibn Abbas radhiyallohu anhu aşı sahih Müslim rivayet qiladi shu. Uning boshqasi ojiz. Masalan, Abu Hurayra'ning hadisi bu Abu Davud rivayet qilgan bo'lib, Suhayl degan kishi bilan bu ma'lul. Suhayl o'zi mana rivayet qilganini inkor qilgan demakchi. Jabirning mursal. Buni İmam Ahmad bilan Tirmizi rivayet qilgan. Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhuning hadisi ojiz. Hatta bu Sahih Müslim'de kelgan hadis İbn Abbas radhiyallohu anhu. Bunun lafzi inna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qada bil yamin ma'a shahid degan.
xarajahu Muslimun va lam yukharrijul Buxoriy. Mush hadisning o'zini Imom Buxoriy sahihida olmagan. Nima uchun? Ojiz deb olmagan. Lekin Imom Muslim sahihida olgan, Imom Buxoriy illat deb olmagan. Undan keyin hozir natija jumhur olimlar shuni dalil qilganlar bu sahihda deb turadi. Imom Abu Hanifa qatorliq olimlar bu hadis sahih emas deb rad qildi. Yani bu İmam Müslim rivayet qilgan shu hadisni nima uchun ojiz deb qaradi desak, Imom Buxoriy va Yahya ibn Ma'in bular ojiz degan. Nima uchun ojiz desa, buni Sayf ibn Sulaymon degan bir raviy bo'lib, bu kishi ojizdir. Bir raviydan chataq chiqdi, ha? Ondan bu hadisda İbn Abbas'tan Amr ibn Dinar rivayet qilgan. Sayyi Muslim qarasanlar, Amr ibn Dinar an Ibn Abbas'in da bunda keldi. Amr ibn Dinar İmam Buxoriyning deyishicha mush hadisni Ibn Abbas'dan anglamagan. Amr ibn Dinarning anglagan hadislari bakan bir qancha hadis anglagan ekan, lekin bu hadisni Ibn Abbas'dan anglamagan deb İmam Buxoriy bunda illatlar bilan Sayyi Buxoriy qabul qilmagan. Demek bunda ikki tashkil oldu bu hadisda. Birisi Sayf ibn Sulaymon degan ravi, ikkinchisi Amr ibn Dinar Ibn Abbas'dan anglamagan. Olim bu yerda inqito bo'lib qoldi. Bu hadisni ojiz deb qaraganlardan Imom Buxoriy va Yahya ibn Ma'in bor. Hamda shu qada bil yamin va shahid degan mushahid sahih bo'lgan taqdirdami? Ya'ni bir mazhabda bunday deydi. Bu ma'lum bir ashunda bir murakkab bir masalada ashunda hukm qo'yib bo'lgan bir masalada shunda hukm qilgan. Bu umuman hammasidan unda hukm qilgan bildirmaydi. Qadiya fi aynin demoqchi. Wa amma Malik fa inma i'tamada mursalahu fi dhalika an Ja'far ibn Muhammad an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bil yamin ma'a ash-shahid. İmam Malik mushahidisni mursal rivoyat qilib mushanga tayinibdi. ولأن العمل عنده بالمراسل واجب يعني مرسلنا هجد قرغم بوشقا مش دلق لما دبتون وأما السماع المخالف لها أمدا يقرط عدسلاك كيف قلتغان نصوص لقيسة فقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فإن لم يكونا رجلين شكارك شي بومسجو فرجل وامرأتان bir erkek ayol dedi. Qalon vecil istidlalma ve hada yaqtadil hasra bu mana isbotlashning usul mushullan bunun boshqa yo'l yo'q yana bildirdi. Faziyada alayhi nasbun. Demak bunga ziyada qilabmi? Farajulun va imratan aw rajulun va shahidul mudda'i deb qasa bunun bir qismini hozir nasx qilib o'tgan bo'lib qolamiz. ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير متواترة. متواتر بمغان سنة لم قرآن آياتنا نسخ لبتكل بمايدو. بند أصولي تلاشتات. يعني في المذهب نكى من دقارش بار. شنو تقصدون إمام شافعي سنة قرآن نسخ لما يدقرين على الطلاب. سوفقني خلافي مثلا. يعني في المذهب قرآننا عند متواتر أمس سنة لم تسقط ميسان نسخ ميسان دبري. وعند المخالف أنه ليس بنسخ. الجمهور لا بنسخ ماس بل زيادة لا تغير حكم المزيد. المزيد تجان أشو آيات من حكمنا özgert etmeydiğim bir qo'shimcha ziyada bo'ladi demoqchi. Mulhaq demoqchi. وأما من السنة فما خرجه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمين. رسول الله oldu dava qilib bağı vaqtimizda ishki guvochi akilsa yoki uni akilanmasam av qasam qilib boshqa yo'l yo'q degan tariqada bunda degan dedi. Ne bu muttafaqun alayhi desadi. فقلت إذا يحلف ولا يبالي. ما bu teneveliş için qasam qilaverdi parva qilmay desam فقال النبي صلى الله عليه وسلم
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. Sahabe ekegedisninki seyyendikiler zümüşü. Bunda dedi. Kalu diyen şu. Hanefi mezhebininki vecilsizler müşebbis. فهذا منه صلى الله عليه وسلم حصر للحكم. Hükümde müşahede jığın çakıldı ya Resulullah. وَنَقْدٌ لِحُجَّةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ Davanın ışık tarafındaki kişilerin her birisinin delilini hazır bika kılıp istibarat. وَلَا يَجُزُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم أَلَّا يَسْتَوْفِيَ أَقْسَامَ الْحُجَّةِ لِلْمُدَّعِي Davagarının yani bir ispatlı aletine yolu bulaktılar. Aş yol bozma Resulullah o yolu göstermeyi. Sen işki guğa çekilsen bunun başka yolu yok. Onun başka bir yolu var. Karşı taraf kasem işbirdi. Eğer çikken eklenmişsen bir guğa çekip kalsan mı sen uzan kasem etsen ummeyli diyen bositte bu çarda sil diyen boyuş buldu. Az Resulullah şu davacının imkaniyette kol ilgili bağ ispatlaş usulunu bayanlıklar bunun içinde şahit ve yemin gibi yok değil. وَالَّذِينَ قَالُوا بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ هُمْ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي أَنَّ الْيَمِينَ هِيَ حُجَّةُ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ شُبْهًا Hem de bir guvaçıdan bir kasem, davagarının kasemi olsa buludu diyenler cumhur. Kasem diyen kimnin tarafında guman igraf olup kalsa şu işi adamdı diyen asli kaidesi bu iştidir. Bu İmam Malik'in kaidesi asli. Cumhur'un kaidesi emez. وَقَدْ قَوِيَتْ هَا هُنَا حُجَّةُ الْمُدَّعِي بِالشَّاهِدِ Manşada davagarının ki delile, hüccete bir guvaçıdan çalınıp kaldı. Çalınıp kalığının ki xudda kasamat meselesinde boğandak muddaiga yütkildi o kasamın çeşitli. Yani kasamatga qiyas qilib turdilar. Lekin bu yerda mavqasi kuchayib qolsa asli mavqasi kuchlikdi, muddaining kuchliq. Ama tanganninki aciz. Unda buning taxim kuchayib qolsa nima uchun qasamni o'ytildi? O'zining falsafasi bo'yicha desak. Hozir ojizlab qolmadi bu. Taxim kuchayib ketdi. Bundan shubha kuchaymaydi bunda. Shubha taxim ijroqlashgan bo'ldi. Ama bu tarafdan ojizga bunga qarish. Demak, yuqorgi masalada mana shunda ixtiloflashib qolgan. Yani mazhabninki dalili buni kuchli. Oyatdan dalil keltirdi, nas ondan sayyidisidan dalil keltirdi. Jumhurniki keltirgan dalili birinchidan muxtalafun fi. Saymi saymasmi. Ikkinchidan u shunda ma'lum bir voqelikda ma'lum sabablar tufayli shunda qasam qilgan bo'lishi mumkin. Hamma ahvolda degan gap yo'q. Usul qoidasiga jiq tarafı var. Şuna nefazının callaqını oldu. وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليمين مع المرأتين. Yani وهؤلاء diyen şu Ebu Hanife'nin başkalar. Cumhurda bir guvaçının onun iki ayal kişi olarak kalsa, iki ayal kişinin guvalıqı özünün qasimi olsa bulamdı diyende ixtilaflaşıp kaldı. فقال مالك يجوز لأن المرأتين قد أقيمتا مقام واحد. وقال الشافعي لا يجوز. إمام أحمد وإمام الشافعي بالله لأنه إنما أقيمت مقام الواحد مع الشاهد الواحد لا مفردة ولا مع غيره. Bir erning o'rnida ikki ayol turilgan ekan, ikki ayol bilan o'zining qasimi o'sib bo'ldi deganligiga buni bunda da bir raddiya beribdi. Bir er bor bo'lsa, erning tashqari undan bir erning o'rniga ikki ayol olib, er kishini ham bor shunda. Er kishi cho'qim borlikda bir erning o'rnida ikki ayol bo'lgan, lekin hozir sizning ma'laqalikda bir er yo'q bunda. Davamken er yok ağında bir er orada şikayet etmeyi la mufrada diyen yalnız ayıllamında bulmaydı. Vela ma gayrihi. Vela ma gayrigen vela ma gayri racul. Bir ayal hazır yani bir ayaldan buldu desek bulmaydı. Çokum bir erden buluş gerek bu. وهل يقضي باليمين في الحدود التي هي حق الناس مثل القذف والجراح.
Kişilerin hakkı olan kısas edilen şu hudud cezalarda muşunda kasem bilen hüküm kıysı bulandı. Fihi kavlani fil mezheb. Yani mezheb-ül Maliki'de şıkkıl karış var. Bu haddi olmaz mı? Bulmaydı diyen karış var. Bu İmam Şafii ve Ahmed'lerinki karışı. Elbette İmam Ebu Hanife'nin bulmaydı değil onlar. Lakin İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Ebu Hanife yana Maliki mezhebinin bir karışta bulmaydı yani. Cumhurun karışı bulmaydı diyen kimse. Ay buradaki Cumhur'un ilgili Peygamber yazıdan bu açıdan kasemden diyen ayetten muhsinizden Zikirde ayetine var. bir ayet var. Bu şikayet yapar, şikayet yaparsa ranayı gidecek. Şikayet yapamanda esmeydi kısa olarak. Kaç hadis var işte? Kadar diyebilme şahidiyim. Mesela bir ayet var. Şikayet bu ayetin tepki geldi. Uçak ayetlerden önce hüküm kısa. Şikayet bu ayetin yok ki yalnız ki. Uçakların bir kasemden. Şikayet yalnız. Bir er yalnız. Ayetlerden önce bir er şikayet ediyor. Şikayet yapamayınca da insanlar bilmeyecek. Seyye mezhep türü oldu Cumhur. Yani bir mezhepçiler. Ancak bu umum mesele şunda bir vakalıkta, şunda kesip bulduğum bir vakalıkta şunda kıyılar. Ama ahvamızın gibi yok. Yani ayetman nas derzliklerine zıt edilmez. Bir yemin var şahitler. Bir şahit olur. Aslında Teala dava koyacak. Kasem bilir. Şahitler dava oldu da bütün sakınmayacak. Çok şahit oluş gerek. Şu an İmam Zuhri ile bu al-qada bil-şahid ma'lemin bu bid'at duruyor. İmam Zuhri. Andan Cumhurlar bu Hulafar Raşidin de hüküm kılgan değil. Ümmet Hulafar Raşidin hüküm kılgan diyen rivayetin ekelse kendisi aciz çıkıyor. Yani hazır bu Cumhurdan ondan karısak hadis-i emel kılgan canlıkta kürenliğini olan ümlette Kur'an ve hadis-i emel kılgana ne demezler. Bu kararın tutarının sanının zıkkı beraber. الفصل الثالث وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكول المتهم قسم اسمه ترواسا قسم اسمه ترواغان بوغاتشقا قاعدين أثناء أتقبندو فإن الفقهاء أيضا اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين العراقيين مثل إمام أحمد بن بعض إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول قسم اسمه ترواسلام قسم اسمه ترواغلق olan davagarının hakkı ispatını konmaydı. Cevapkarga qasam qildi. Qasam ismay turoldi. Ya qasam ismayma. Beyin yo'q bo'lsa, shahid yo'q. Beyin yo'q bo'lg'achqa bu qasam kelgan. Ya'ni da'vogar guvochi orqali isbotlanmagandan keyin biz javobgarga qasam buyurgan edik. Qasam istesak ismayman deb turoldi. Yani keyin qachida unda olsa falanning senda haqqi bor, kenda hukm qilib o'tmaymiz demoqchi majbur. Illa an yahlif al-mudda'i أو يكون له شاهد واحد. وضبطه قسم اسمه تقول بسم الله ونجاوبك قلبلام أقناع تقولمز فقلبلام قسم اسمه ترواسا يا داغر bir قسم تشوتدو شونانا سناتن باكر ديمز أو يكون له شاهد واحد ياكي مدعى علينا bir şahidi toplasın. Bu yaki davagarının bir şahidi mi yaptı? Davagarının buluşu. Davagarının bir şahidi. Yaki bir şahidin bulmuşsa, onun kasımı olsa, andın hakkı baken de hüküm koymayız dedi. Bu mu? Cumhurun karşı olanından galatı karşı. Ve kâle Ebu Hanife ve ashabuhu ve cumhurul kufiyin yuqda lil mudda'i alel mudda'i aleyhi bi nefsin nukul. Kasem ismay turvağanlıkın lan bo'ldi haqqni shuni buyurib ko'rmiz deydi. Da'vogarning haqqi isbotlanadi. Va zalika fil mal. Bu mol-mulk ishlar deydi. Ba'dan yukarrir alayhi al-yamin thalatha. Ushqatin qasam qil deb ushqatin ko'rsatgandan keyin qasam ishmay tursa
da'vogarning haqqi isbotlanib ketadi. وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان. qanday ahvolda mudda alaydan mudda'iga qasamni yutkizmasa bir er bilan ikki ayolning guvohi qabul qilingan o'rinlarni mol-mulk demoqchi. Va shahidun va yamin, yana bir guvochi bilan bir qasam bo'sh bo'lgan o'rinlarda mudda'i qasam qilgan bo'lib qoldi, o'rin olmish qildi dedi. Ve kalbul yemin ande Şafii yekun fi kulli mevdan yecibu fihi'l yemin. Qasamning qilgan ahvolda qasamni mudda'iga yutkazmaymiz demoqchi. وقال ابن أبي ليلى أردها في غير التهمة ولا أردها في التهمة. ابن أبي ليلى dedi, mesela şu mudda alayı da guman ig'ir bo'lgan ahvolda bu qasamni yutmayman dedi. Lekin guman ig'ir bo'lmasa qasamni mudda'iga yutkazmayman demoqchi ekan. Va inda Malik'in fi yemin at-tuhmat hal tanqalib am la. Imom Malikning nazarida guman ig'ir bo'lib ketgan ahvolda mudda'iga yutkazamdi, yutkazmamdi desa ishqil qarash bor. Fa undatu man ra'a va hozir yemin mudda'idan mudda'iga yutkazildi deb qaraganlar dalili. ما رواه مالك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ده أنصار له خطاب قلب مش كل الناس قلنا قسم قلت دسا الناس يهودي لا قسم قاسمه dedi deydi. Demek müşahede Ensarlığı baş qasam qılamslar dedi. Muddailer bular. Ondan keyin şu guman egri bo'lib ketgan ahvolda yutkazilgan ish bor edi. Aslida Yahudilar qasam buyurdi. Ensarning isbot bo'lmadi. Lekin hozir Ensarlar qasam buyurganligi yutkazilganning musulmonlar. Ma hadisda unda mazmunlar rivoyat qildi. Guman kimlik kuch bo'lsa, qasamlik kuch bo'lmagandan kuch bo'lib keladi. Ha. Yahudi kuchli guman. Rasululloh mutayyidaga keldi. Ma eksiga bo'ladi ba'zi. Eksiga qoldi. Ya bular da aytma çoğuna tuhmat qilgan ahvol bo'lishi mumkin degan bir shubha bor. Yani shu maldikiga olib tuhmat qilayotganda ularga asan qasam qilib uni yutkazish ahvol bo'ldi dedi. Ve min hujjati malika anna al-huquq indahu inma tathbutu bi shay'an. İmam Malik'nin delilini ondayken hukuk degan ikki narsa isbotlandi. Ya biyemin ve şahid ya ki binukudin ve şahid. Ve imma binukudin ve yemin ya ki bir qasam yani bir taraf qasam ichmay turadi. Mesela muddai qasam ichmay tursa, muddai qasam qilib turadi. Aslı derganda o iştiratul ithnayniye fi şahada. Yani guvohchilikni ikkidan shart qilgan va hozir bu yerda hozir hamma narsa ishkidan qilmaymiz. Bir qasam, bir guvohchi. Bir nukul, bir qasam. Bunda ishkidan bo'ldi demoqchi ekan. Wa laysa yuqda 'inda ash-Shafi'i bi shahidin wa nukul. İmam Şafii birisi qasam ichmay tursa, bir guvohchi so'rab qolsa, unda hukm qilishga ish yo'q debdi. Wa umdat man qada bin nukuli hamda yani bir mazhab qasam ichmay tursa javobgar وخو إثبات مبتدئ نون دليلا أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوة قوال تشتغن مش دعوة إثبات الشنطة واليمين لإبطالها قسم ديgan أش دعوانı بكار قلب تشن يول قيلغان دعوانك وجب إنك لا عن اليمين أن تحقق عليه الدعوة قسم اسمه ترواسا أش دعوة إثبات مشكلة قاعد آت مشكلة كشنو قالوا وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعي فهو خلاف النص. سيدك الإسلام البينة على من ادعى يعني على المدعي واليمين على المدعى عليه كجنب بغانك هذا اليمين على المدعي دسام سيدك زدش كم بلسان من التراسم لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه. Çünkü qasam degan javobgarningki isboti bu. Javobgarning isboti. Uning qo'lidagi isbot shu. Undan qasam ichmay tursa,
bo'ldi isbotlandi degan. فهذه أصول الحجج التي يقضي بها القاضي. demak yuqorqilar الشهادة الإقرار اليمين والنكول مشتت ناسا قاضي قانون شنو تايلم hukm qilgan dalil isbotlarningki yildizi. ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه. يعني قاضي مثلا baş bir şəhərdəki bir qazı bunu məktub yollab, falan kişinin işində bunda bir iş bolğan, biz bunda hökm qoyğan deb, yəni bir qazığa xət yollayıb. Bir şəhər bir dava işini qılıb, ayırını yəni bir şəhərdəki qazığa dava açqan bolsa, burun qazı, burun enzini tekşir hökm qilgan qazı şu nəticəsini yazıb bunu uqturub qoyulur. Bunların mal davası biz bunda biz tərəf qilgan deb xat yozdim. Shu xat yozgan chog'da ash qozininki xatiga asoslanib turib hukm qilsa bo'lamdi. Ya yangi boshlardan bu tekshirib aniqlab qanday hukm qilish kerakmi? Lekin hada عند الجمهور مع اقتران الشهادة به. Ko'pchilik olimlar shu maktub qozining xati bilan guvochi bo'lsa, qozi qilib yotgan tuz guvoh kelganida ilib kelsa, kuchga ega bo'ldi debdi. Yani إذا أشهد القاضي الذي يثبت عند الحكم شاهدين عدلين أن الحكم ثابت عنده. Yani bizim huzurumuzda bunda dava bo'lgan, biz bunda da hukm chiqqan to'p bununga deb chiqqan guvoh deb mühür basib iversa andan bo'ldi. Yani المكتوبة في الكتاب الذي أرسله إلى القاضي الثاني. Demek aşın ikkinchi qoziga evatgan aşın maktubda ikki guvochini guvohtib andan yo'llagan bo'lsa, bu chog'da kuchga ega edi. Fashayda indal qodi athani annahu kitabu. Andan ikki guvochi xatni topshirgan qozining qashqilar mushu maktubni ashadki qozi yozgan deb guvoh desa وأنه أشهدهم بثبوته أشكيلنا بزنا قازاقهم قوالت قرده دسا أنه كشكي يقولده وقد قيل إنه يكفي فيه بخط القاضي. يعني بعض القارشlar قازاقهم özünün kaleminden yazıp verse imzasını buldu. Çünkü ahiretinden tanıyan koçerkisi. Mühür versin bulduğumuz. وأنه كان به العمل الأول. Deslepki devrde Qazilar aşında iş qilib dedi. Özünün maktub yazıblar müracaat açıqatdı. Guvohlar iş yo'q dedi. Hozir albatta undan mühür verib, idoraning tanqulini besib, mahkama xatni hujjatlab mühürni besib, undan yana bir mahkamaga yo'latib berishi mumkin. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إن أشهدهم على الكتابة ولم نقرأه عليهم. Xatni yazibdi, lekin uni o'qib olmaydim, mush xatni misol guvohni yazdim. Qaziga yo'latib qo'ymayman. Shay balanchani mushqalarni qazining xatida guvoh qilasizlar deb qo'ygan ahvolda faqala malik yajuz yasabtu. Va qala Shafi'i va Abu Hanifa va Imom Ahmad lamo la yajuz va la tasihhu ash-shahada. Mazmunni xabarda olib ondan guvoh chi bo'lishi lozimdir. Va ixtilafu fil ifas wal wika. Ifas degan qulsalgan hamyon, portmal. O'z vaqtida unda portmallar. والوكاء ين شوينا غمشرين بود. العين وكاء السهم. هل يقضي به في اللقطة دون شهادة؟ مثلا تبواغم مال-ملك ناسلدا أشو نمجا أساسا تبلا ممكن خلاص بلام دو أمين فلان أمين تبو ما هو فلان تغان فلان خوجن بوكشيته ديندك أشو ma'lum bo'lgan ahvol bo'lsa, shunga asosan turlar hukm qilsa bo'lamdi. Guvohlatmismi? Am la budda fi dalika min shahada yoki guvoh qilish lozimmi? فقال مالك يقضي بذلك وقال الشافعي لا بد من الشاهدين وكذلك قال أبو حنيفة. ومش واجب bo'lish kerak debdi Abu Hanifa bilan Shafi'i. وقول مالك وأجرى على نص الأحاديث. İmam Malik'ninki qarashi shu vaqtga kelgan hadislarningki nas lafzlariga eng uyg'un deydi. Hadisda
اعرف عفاسها ووكاءها سقاءها دغوا شو تنواسان buldu dedi. Tunvanıkin şu ispat oldu deyince. Ve kavl gayr ecra alel usul. Kavl gayriye İmam Şafii Ebu Hanife'ninki asl kaidege, usul kaidege uygun. Çünkü usul kaide bir narsa ispatlaşta çünkü vaçı olaş lazım. Ve min ihtilafu fihi min hadal bab. Yana ihtilaf bolan mesele qada'ul qadi bi ilmihi. Qazağını özü bir narsani huquqlagan bolsa, özünün bilimiga asoslanib hukm qilasi bo'lamdi. وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح. مثل ما هو كذاب ياكي bu taqaddaradan deyishda o'zi bildi aslida ma'lum qilib bilgan bo'lsa shu bo'yicha ma'lum qism bo'ldi deydi. Yani shu bo'yicha hukm chiqib qo'yish bo'ldi deydi. Wa annahu idha shahida ash-shuhud bididd ilmihi lam yaqdi bihi. Lekin guvohchidan chiqishlar ya bu kazzab emasdi, ya bu taqaddirda da qazoqni o'zi bilgancha emas, boshqacha bir narsani isbotlab guvohlik berib qolsa, u o'zi men bunda bildim buni, kazzab emasdi deb turolmaydi. Chunki guvohchining degani bo'yicha hukm qiladi, shu hisoblaydi. Buni isbotga. Wa annahu yaqdi bi'ilmihi fi iqrar al-khasm wa inkarihi. Demak, shu javobgarningki iqrori yoki inkorini o'zi bilgan bo'yicha burun bilgan bo'lsa shu bo'yicha hukm qilasi bo'ldi. Yani qazoqini bildi, faloni iqror qilganligi. Lekin shu so'rinda iqror qilgan yoki inkor qilgan bo'lmadi. Boshqa so'rinda, boshqa yerda iqror qilgan bo'lsa, buni o'zi xabar topgan bo'lsa, shuning asosida hukm qilasi bo'ldi. Qo'ydan bir qozi yo'q qolsa, o'zi qo'ydan ichib turib qozi. Yo'q. Hali shunga azar chetishlar, lekin bo'lmaydi. إلا مالكا فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين لإقرار الخصم وإنكاره. İmam Malik lan ya o javobgarning falon yeri iqror qilgan deydiganga ya inkor qilgan deydiganга ikki guvohchi bo'lsa uni nisbatida men buni xabarim borda bu iqror qilgan falon chaqda buni hukm qilish bo'lmaydi. Ve kedalik ecma'u ala ennehu yaqdi bi'ilmihi في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف. مثل معنى صفاتن دوليسinin ma'ni kişiyrek deb bir-birini tercih qilishda o'zining bilim bo'yicha hukm qiladi albatta. Vaqtalafu idza kana fil masalati khilaf. Lekin an tanlashga asosan tanladingiz desa, chunki bunun onda bir hadis var. Ya ulamalar onda deydi deydi. Lekin shunda ulamaning qarashi ixtilof bor. Ya shu hadisda ixtilof bor masalalar qarshi. Faqala qawm la yurad hukmuhu idza lam yakhriq al-ijma. Ijma qilib qolmasalar Allah turda ehtimolli qolgan, ixtilof qolgan masalaning bir qarashini mumkin bo'lardi. Uni huquqi var. Hozirga shunda bir huquqlardan bo'lishadi. Va qala qawmun idza kana shaddan. Shaz bir mevqat turib ikkalaning birisini tarjih qilgan bo'lsa, bu chaqda rad qilinib ketadi deydi. Va qala qawm yuraddu idza kana hukman bi qiyas. Qiyas bilan hukm qilgan bo'lsa, nas qo'yilmay rad qilinib ketadi deydi. Va hunalika sima'un min kitabin aw sunnatin tukhalifu al-qiyas wa huwa al-a'dam. Ya'ni oyat hadisdan nas batirib qiyas bilan hukm qilgan bo'lsa, uni rad qilamiz degan vakin va mushqarash ham muvaffaq deb İmam İbn Rushd uchun tarjih. إلا يكون القياس تشهد له الأصول والكتاب محتمل والسنة غير متواترة. فقط لو القياس İslam şeriatininki usul qaidasi aş qiyasning to'g'riligiga guvoh bo'la oladigan vel kitob degani aş Qur'on Karimning oyati dalolatda ehtimolli bo'lib qolgan va sunnat g'ayr mutawatir. Buni dalil qilgan hadislar mutawatir emas. Bunda bo'lib qolgan ahvolda bu chaqda qazo qilinmas, qiyos bilan hukm qilgan bo'lsa, bu chaqda rad qilinmaydi. وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر، مثلا ينسب إلى أبي حنيفة باتفاق وإلى مالك باختلاف. آيات حديثنا أما قياسنا turvalı bu deb Abu Hanifa qaralındığı İmam Malik'in bazı amellerine din deplam ayet hadisini tepkilen. Reddültüğü işte
diyen durmaz. Müslümanların müşunda kıyığını biz bunda düşünsek oldu. Bir kıyas keldir ki kıyaska İslam şeriatının usul kaidesi guvalık olmuş. Soğurette de bir tarafı var. Anda ayet iki ihtimallık bulab kaldı. Anda bu hadis mi mutawatir unda yukarıda sayılmaz bunda kep kalsa andan bula bazı kıyasını getirip çıkıyor. Lekin inin bunda ispatlangan şunda ihtimallık yok. Nasıl bazı kıyas getirip çıkıyor yok. Şu an biz bunu aş imamның aş kıyığını bundarak da düşünsek oldu depti. واختلفوا هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار. إثبات ما yok. İkrar mı ahvaldan. Özün bilim boyunca mümkün kılması bulamdı. Kazahına. أو لا يقضي إلا بالدليل والإقرار. فقال مالك وأكثر أصحابه لا يقضي إلا بالبينات أو الإقرار. وبه قال أحمد وشريح. Bula zaten ispat ulaş gerek, ya ki ikrar ulaş gerek, ya ki kasam ulaş gerek. Ama aş biz tört nesiden buqa, şu tört nesiller kıldırmak için. وقال الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة للقاضي أن يقضي بعلمه. Özden bilişi boyunca mümkün kılası buldu. Bu aş vakalikni qazi bilirken, aş kişinin muşunga pul ödep qalğanligini bilirken. Yani sot mahkemesi kelgan chaqda Nima mana shu pulum bor deb bunga. Balay javob desa, qazoqning mana shu pul borligini bilgan bo'lgan ekan, uni isbotlaymiz, iqror qilib dejmaylam, biror puldan uni xabarim bor bo'ldi. Deblar hukm qilasi bo'ladi nima. Demak, mana jumhur hozir biz shu qonunlik yo'l bilan isbotlaymiz buni debdi. وقال الشافعي والكوفي أنا أبو حنيفة وأبو ثور وجماعة للقاضي أن يقضي بعلمه. Ayda hüküm kılası bulundu. Demek hazır ulamalar ikiye bölünüp gitti. İmam Şafii ve Ebu Hanife qatarlıqlar qazaqının özünün bilgin boyunca hüküm kılası buldu. Delil ispat ikrar söz kılışmaydı. Çünkü delil ispat ikrarla nəhayət bir cıllıqlab kesse qazının bilgen biliminin tüyüntürtü. Qazı eniq bilirler bunu. ولكلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين وكل واحد منهما اعتمد في قوله السماع والنظر. بس من دليل واحد صحابة الكرام ضمنهم مشترك تقلبات. أما عمدة الطائفة التي منعت من ذلك فمنها حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل في فريضة. أبو جهم يا مصاحبنا صدقة يعني زكاة تقلش أواسة birisinden tekalliş qildi. To'lish qilib, fi farida degan mana shu zakatga topshirilgan tugilar haqida uni birma bermaysa berishing lozim, bermayma degandek to'lish qilib, fawaqa baynama shijajun. Shundan bu Abu Jahl birni urib, uning beshini yerga tutdi. Fa'atu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fa akhbaruhu fa'atahum al-arsh. Rasululloh uning beshi yerga ketganga تلمت الوتريت. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم ما خطبكم سنة رازولدك دمشق سنة رازولدك موسى رازولدك. قالوا نعم. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس وذكر القصة وقال أرضيتم منبر يسكب وشمن الله إشبوغن تيمم بلن تلمن بامشق بل رازولدك da siz razı olmadı, cüman oldu ise yap razı olmaz. Peki çıkışları göre razı olmadı, siz razı olmadı. قالوا لا فهم بهم المهاجرون. Onun muhacirler onu tasdikte urvettiler. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم. Resulullah yanına minberden çıkıp o yana bir şekilde nasip verip ثم صعد المنبر فخطب ثم قال أرضيتم قالوا نعم. قال أن وجه الاستدلال لما مشابهته فهذا بين في أنه لم يحكم عليهم بعلمه صلى الله عليه وسلم. Demek minberge çıkıştan ilgili razı olganlık eniqtigo Resulullah sordu razı olduk dedi. Minberge çıktılar yani qaytı dedi. Eğer qazının özünün bilim boyunca hüküm kıladigan bolsa razı olgandan yani so'rabilmakda shu yerdan razı oldu bir ish uyda deb bir taraf qilyotibdi dedi. Diyor müşahede özünün bilimle hüküm kılmada Resulullah. Ve amma min cihet al-ma'na فللتهمة اللاحقة في ذلك القاضي.
Endi qozi bunda o'zining bilimi bilan hukm qilib qolsa, yoki qozi qarinib qolgan holda. Ya bu paraya ketdi. Shu dil ispatsizlanmagan hukm bo'ldi, qanday gap bu deb bunday qildi. وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيرا في الشرع. ما عند تهمة الله قلدها هو مقاصد الشريعة من تأثير بان من إجماعه من أن لا يرث القاتل عمدا عند الجمهور من قتله. القاتل لا يرث أساسا. Çünkü bu miras ilişkisini türettiğin tövmeti olacak. ومنها ردهم شهادة الأبي لابنه. Bu dadilgan balısqa amra qildi deb guvohchiligini qabul qilmadi. Va g'ayri dalika mimma huwa ma'lumun min jumhur al-fuqaha. Bunun misallar ko'p. وأما عمدة من أجاز ذلك أما من طريق السماع فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب حين قال لها صلى الله عليه وسلم وقد شكت أبا سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يمشو سيدك قادس دون أن يسمع قول خصمها. Abu Sufyan nazir xasmul mar'amış ha. Abu Sufyan'ın ayalı Hind kilib erim bunda yeterlik kılmaydı degendiken Resulullah hazır Abu Sufyan'dan sorab andına siz ispatlan xenim bu işini. Abu Sufyan sen qasam qilgan degan narsa. O'zining bilim bo'yicha Abu Sufyanning baxilligini bilaman. Siz ehtiyacınız layık asıl vaqt miqdorda ilqisini bo'ldi deb hukm qilyapti. Rasululloh o'zi bilgan bo'lsa hukm qilyapti bu yerda. Sifat bu surishtirmada demoqchi. Va amma min tariq al-ma'na fa innahu idha kana lahu an yahkuma biqawl ash-shahid alladhi huwa madnun fi haqqihi fa ahra an yahkum bima huwa 'indahu yaqin. Guvohchininki gepe onun nispeten şu to'g'ridir deydigan bir gumon darajalik isbot bor. Lekin o'zi aniq bilgan narsa undan kuchli. Balki u barcha yolg'on guvoh qilgan bo'lishi mumkin. Lekin o'zini bilgani o'ziga ayon. Bu yaqin darajalik. Undan ekan o'zining yaqin bilim bo'yicha hukm qilgani taxavlar bundan. Wa khassasa Abu Hanifa va ashabuhu ma yahkumu fihi al-hakim bi'ilmihi. İmam Abu Hanife ve şagirdlere bu hakim özünün ilmi bilen hüküm kıldıran işler kaysiyede bunu bekitdi. فقالوا لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي في غير ذلك. Hudud amna xatarlik bo'lgan ki, kallik etilgan, o'lim jazosi qo'l kesib ketilgan bo'lgan ekan, unda o'zining bilimi bilan hukm qilmaydi. Onun başkası da uzun bulunma hüküm kız buldu. Ve khassasa aydan Abu Hanife'te el-ilm ellezî yakdibi. Kanda bilim bolsa şunun ular hüküm kılıdı deb bilimni xas qildi. Bilim dairesini xas qilib, faqala yaqdi bi ilmillezî alimahu fil qada. Qazi bo'lib bo'lgandan keyin bilgan bir ish bo'lsa, anda shu bo'yicha hukm kız bo'ldi. Lekin burunda qazi bo'lishdan burun hayotida bilgan ish bo'lsa, uning tayinsi bo'lmaydi. Alloh aliman bo'lgan murad qaysi? Aliman qazining bilishi. Masalan, ikki taraf keldi bizning oldimizga. Bir da'vo dasturi bo'ldi. Bizning da'vo dasturi menga nisbatan men qazi bo'lsam, menga nisbatan bu ayon emas. Men nima bilan aniqlayman buni? Guvohchi, qasam ichmay turib shular aniqlaydi. Mushunlarida men ma'lum haqqi yo'q ekan deydim. Lekin u isbotlasini tarif bo'lsa, men ashuning haqqi borligini bilgan odam bo'lgan bo'lsa, shu vaqalikni ustida turgan, shu vaqalikni ko'rgan. Masalan, birisi falon chog'da 5000 ko'y bergan, pulim bor deb turadi. Men shu 5000 ko'y bergan chog'da men bakanman, ko'rib ekanman. Men aniq bilgan bo'ldim buni. Endi guvohchi yo da'vogarlik kelgan chog'da men guvohchi ekan, yo sen qasam qil deb unda isbotlab o'tirib hukm qilamdimi? Ashunda tekshirsam bak aniqlab kelsam, men bilgan bilimdan to'g'riroq darajada narsa isbotlandimi? Lekin men bilim bo'yicha
Bunun 5 ming ko'y pul isboti buningda. Biror pulni deb bilan hukm qilib o'tamiz. وروي عن عمر أنه قضى بعلمه على أبي سفيان لرجل من بني مخزوم. عمر ما أشند hukm qilib ay Bani Mahzundan bir kishi meni falan yerda Abu Sufyan bunda uyg'onti, bunda ish qilganti desa, shu chaqda Umarning shu yer bakin. Shu vaqa bo'lgan chaqda ular shu birga o'ynab, birga yurgan chaqda Abu Sufyan shu yerdan shunda uyg'a o'xsharkan. Hangi Abu Sufyanni chaqirib kelib, "O'g'lim, men bu batim shu yerda. Bira mana haqqini deb, haqqini appagan." Aslında dini hazır yoksa aslında yüzde guvaçı olarak şu dili olarak ya hazır guvaçı kilip şunu ispatlasa şu qazi hem şunun tuzbakin de bilirdi. Hayır bu guvaçının bakrek özü bilirdi enak o. Guvaçın muhtajıma sağlat bırakçı bunu. وقال بعض أصحاب مالك يقضي بعلمه في المجلس يعني بما يسمع وإن لم يشهد عنده بذلك. İmam Malik'in bazı şagirdleri yaklaşık sorunda guvalık kılgan bir şura guvaçı ispatlagan nasip olmuşsa şu sorun dirigen bazı yerlerinde özü hava tapkan bolsa şu boyunca hüküm kılası buldu. Bu takımı paylaştırıptı bunu. Ve o kavlu cumhur kema kulna. Şunamazsın ki o? Demek yani bu özünün bilimi bilen hüküm kılmaydı denge ma. Yani sorun zaten degen gap olsa sorunda dava sorunda anlap turib hüküm kılışı şu özünün bilimi bilen emas aldığında ispatlanan narsalar hüküm kılgan buldum. Ve kavlul Mughirati ve Ashab Malik'nin bazı Ashab Malik diye şu Mughira o'xshaydi. Mughira İmam Malik'nin şagirdi Mughira ibn Abdurrahman. Huwa ajra alal usul. Mush usul qaidega nihayat maskildo. لأن الأصل في هذه الشريعة لا يقضى إلا بالدليل. Çünkü şeriatte asıl kaide delilsiz hüküm kılmasla. وإن كانت غلبة الظن الواقعة به أقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين. Yani biyadası aş qaza qulunun özünün konuyu ayanı. Aş ayan bo'lişi guvaçılık ispatlangan ayarlıktan yuqur bo'lsin, kuchli bo'lsin, lekin biz bu qazi qarinib qoldigan har qanday ehtimolliklar bo'lgan bo'g'achqa qarayib ketganmiz, va bo'g'achqa dalilni tutmaymiz. Yani şahitler ispatlash ishini tutmaymiz. Buna geldim yerde İmam İbn Rüşd'ün şu cumhuriyetini tercih qildi. Yani delil ise o Hazırın bilittim bu işinde bile hüküm kılıyordurlar ama siz çatak çıkıyorsunuz. Wallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.